Men Toshkent shahridagi Adju universitetining ilmiy kotibi Xabirova Zulfiya bo'laman. Ish faoliyatim universitetning ilmiy salohiyatini oshirish, ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish hamda yosh olimlarimizni qo'llab-quvvatlash bo'yicha faoliyat yuritishdan iboratdir. Shuni aytib o'tishim kerakki, universitetimiz hamisha ilm-fan va innovatsion faoliyatni rivojlantirishga katta ahamiyat berib kelgan. Xususan, joriy o'quv yilida ikkita katta xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etildi. Ushbu konferensiyalarda mamlakatimiz va xorijlik olimlar, tadqiqotchilar, yosh olimlar muvaffaqiyatli jalb etildilar. Hamda yana bir xursand bo'ladigan yutuqlarimizdan biri shuki, universitetimizda joriy yilda yangi ilmiy jurnal ta'sis etildi. Ushbu jurnalimiz qisqa vaqt ichida VAK, ya'ni Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan nufuzli jurnallardan biri deb e'tirof etildi. Ushbu jurnalimizga biz hozirda arxitektura, pedagogika, filologiya va texnika yo'nalishlarini qamrab olgan ilmiy jurnal ta'sis etildi. Bu jurnal qisqa muddat ichida attestatsiya komissiyasining eng nufuzli jurnallaridan biri deb e'tirof etildi. Mamlakatimiz doktorantlari, mustaqil izlanuvchilari, yosh olimlarning ilmiy ishlanmalari nufuzli platformalarning biriga joylashtirib borilishiga xizmat qiladi. Ilmiy salohiyatimiz 35% dan 51% ga ko'tarildi. Bu juda katta, yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Universitetimiz olimlari Scopus va Web of Science kabi xalqaro ilmiy bazalarda maqolalari nashr etilayotganini ham aytib o'tishimiz lozim va bu nashrlar soni yildan yilga ko'tarilib bormoqda, ko'payib bormoqda. Oldimizga qo'ygan maqsadimiz shuki, yo'lda ilmiy izlanishlar yo'lida hamkorlikni kuchaytirish, yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash, universitetimiz ilmiy salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishdan iboratdir. Shu maqsadda universitetimizda yangi ilmiy markazlar ochish hamda ilmiy salohiyatni kuchaytirish uchun yangi loyihalarni ishlab chiqish va ularni tizimli ravishda yo'lga qo'yish bu asosiy maqsadlarimizdan biridir.